Nezik o'g'lim, yo'lingiz ochiq bo'lsin. Esalomat, sog' salomat Makka Madinaga yetib kelib oling. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Yoningizdagi Bilol do'stingiz ham Alloh xayrli do'stlardan qilsin. Safardagi hamrohingiz xayrli bo'lsin. Ilohim yo'lingiz ochiq bo'lsin. Esalomat, sog' salomat yetib kelib oling. Nezik o'g'lim, yo'lda charchamang, baquvvat bo'ling. Siz bizni avlodimizdansiz. Siz Al-Buxoriy avlodidansiz. Olg'a, Alloh iloyim qo'llasin sizni. Oyoqlaringizga kuch-quvvat bersin. Fikringizdan adashmang, aqlingizdan adashmang. Doim sog' salomat Alloh panohida keling. Biz duodamiz, biz Makkadamiz. Sizni duo qilib o'tiribmiz o'g'lim. Mana Nedik aka hammasi sizni yaxshi ko'ryapti. Kuzatamiz birinchi kundan. Ha? Birinchi kunidan kuzatamiz. Birinchi kunidan mana 117 mi? 18. 18 mi? Har kuni kuzatamiz, ko'ramiz. Hali nimada xafa bo'lib yig'labman, sumkasini olib ketganda yig'ladimman. Nima yersiz? Shuni Nedikka ham aytib qo'ying-da. Kunafa bu Saudiya Arabistonining eng shirin mehmonlarni mehmon qiladigan shirinlik ekan. Juda menga yoqdi. Nedik, sizga ham ilinyapman. Kelsangiz birga baham ko'ramiz.